Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichilikka qarata irqiy qirg'inchilik chekiga yaqinlashdi deb baho bergan Angliya hukumati Beyjingni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti vakillarining Sharqi Turkistonga kirishiga ruxsat qilishga chaqirdi. Angliya hukumati Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissarining Sharqi Turkiston rayoniga kirishiga ruxsat qilishga chaqirdi. Tashqi ishlar ministri Dominic Raab yakshanba kunidagi bayonotida Xitoyni Sharqi Turkistonni texim ochiq oshkora ko'rsatishga chaqirdi. Raab mundaq dedi: Xitoy bularning hammasi g'arb tarafdan yasalgan yolg'on, Angliya bu guruhining beshi deydi. Lekin biz shundaq deymizki, agar bu ayblashlar, dokladlar va xabarlar yolg'on bo'lsa, undaqda hamma ishning bir yo'li bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining tekshirishiga ruxsat berish kerak. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab oldin qatta Angliya korxonalarining Uyg'ur majburiy amgikidan manfaatlanishi va buningga chetilib kelishining oldini olish uchun yangi tadbirlarni e'lon qilgan edi. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, atoqli yozuvchi, shoir va adib Hoji Mirzohid Kerimi Xitoy turmasida vafot bo'lgan. Materiallarda tunishtirilishicha, bu yil 80 yoshga kirgan Hoji Mirzohid Kerimi 1939-yili Qashqar shahrida dunyoga kelgan bo'lib, 1958-yili ayni vaqtdagi atalmish Xinjiang institutini bitirgan. 1959-yili Uyg'ur jamiyatida zo'r dog'dug'i paydo qilgan Sanduq ichidagi bu vaqt degan she'ri sababli yerlik millatchilik deb ayblanib kesib etilgan. 13 yillik turma hayotini boshdan kechirgan adib 1972-yildan 1979-yilgacha Nazarband ostida yashagan. Qashqar Uyg'ur nashriyotining pensiyaga chiqqan tahriri adib Hoji Mirzohid Kerimi 2018-yildagi kollektiv tutqunning qurbonlaridan biri bo'lib, 2018-yil noyabrda uning 11 yillik kesilganligi jazmlashtirilgan. Adib Hoji Mirzohid Kerimi Qashqar Uyg'ur nashriyotidan tutqun qilingan 14 kishining biri bo'lib, Sulton Abdurishidxon, Sulton Saidixon qatorliq bir yurish tarixiy romanlarning avtoridir. Hoji Mirzohid Kerimining Yusuf Xosojib, Judoliq, Mirzon Abubakri, Sulton Saidixon va Sulton Abdurishidxon qatorliq 5 romani sababli tutqun qilinganligi ilgari surilgan. Butun dunyoga tarqalgan Xitoy virusining manbasi haqida yangi uchurlar o'tirg'a chiqdi. Dunyo Səhiyyə Təşkilatı tekshirish guruhi virus tunji bo'lib payqalgan Wuhan shahriga tekshirish uchun borgan bir paytda Xitoy tadqiqotchilar o'zlarining shaharning hujumiga uchraganligini aytdi. Xabar qilinishicha, Wuhandagi tajribaxonada ishlayotgan Xitoy tadqiqotchilar o'zlarining o'nkirlarda tadqiq qilib berayotganda shaharning hujumiga uchraganligini e'tirof qilgan. Virus tarqalgan dastlabki mezgillarda bu virusning shahardan odamga yuqqanligi o'tirg'a qo'yilgan edi. Angliya kundalik pochta gazetining xabariga qaraganda, ismini oshkorlashni xohlamagan bir Xitoy tadqiqotchi o'nkirda arvishga to'playotganda, shaharning yangiga o'xshatishining kauchuk paylayni teshib o'tib qo'liga sanjilganligini aytgan. Xabar qilinishicha, 1-oyning 20-kuni Amerikaning prezidentlik taxtiga o'ltirilgan Jo Bayden vazifaga o'ltirgandan keyinla Donald Trumpning ba'zi talash-tortishli qarorlaridan chekinadi. Bayden Oqsaroyning xizmatchilar boshlig'i tayinlanganligini e'lon qilgan Rockline shanba kuni Oqsaroyning yangi yuqori darajali xodimlariga xat yozib, Baydenning vazifaga o'ltirgan tunji kunida 10 ga yaqin prezident farmoniga imzo qo'ymoqchi bo'lganligini bildirgan. Klein bu farmonning muhim nuqtasining jiddiy hal qilishga tegishli 4 kriz deb tasvirlangan Xitoy virusining tarqalishi, klimat o'zgarishi, iqtisod va irqchilik bo'ladiganligini aytgan. Egilanishicha, Bayden bir ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, Trumpning musulmonlarni asos qilgan bir qism davlat fuqarolarining Amerikaga kirishini cheklash qarorini amaldan qoldirdi. Yevropa İttifaqı İsrailiyani ishg'ol qilib olgan Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida yangi o'ltiraq rayon qurish qaroridan qaytishga chaqirdi. Yevropa İttifaqıning tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell ishxonasining bayonotida Israiliyaning Quddusning janubidagi Givat Hamatosda 800 uy selish qarorining xalqaro qonunga xilof ekanligi va xayrida chaqirishni to'xtatishni talab qilganligini ta'kidladi.